Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? So'l montaj kafel tegamiz. Kafellarimiz Matvey 60-60. Bu yerimiz tuning, mashinalarni tuning qiladigan joy bo'ladi. Qo'lni qo'llarni qildik, chiqarib qilib. So'l montajga qanot beramiz. So'l montajga qanaqa semendan shabatdan olamiz. Afzalga buni peskan bilan peskani ham semenga aralashtirib olamiz. 4 qilib. 2 kurak sement, 4 peska qilib. Tagiga ham chiranib qo'yib, keyin peskani solinadi. Uni ustidan chiqarib qo'yamiz. Bundoq qilib. Tilda afzal bilan bundoq qo'ysak, tagiga ham o'tashiramiz. Ham tekshirib ko'ramiz. Afzalni gribonga qilib, kafenliklardan o'tib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh 100 yildan ham ko'chmaydi kafelimiz. Shunday qo'yib, keyin vibratorda bitta vibrator olamiz. Vibratorimizdan ancha ko'p foydasi bor. Nimaga desangiz, vibrator mana kuyayotgan shiramizni aralashtirib beradi peska bilan iloji boricha. Inshaalloh zabardast baquvvat, o'qilmaydigan polnodol hamma joyga tegadi. Peskani обязательно semen bilan aralashtirib olish kerak. Ishimizga bitta baho beringlar. Kimga sifatli xizmat beramiz, aloqa qilib ko'rasizlar.